Nega Jenni va Vining uchrashishi haqidagi mishmishlar tugamaydi? Bu mishmishlar yillar davomida davom etyapti va hozirgacha tugamagan. O'zi barchasi qanday boshlangan? 2021-yilda Taxyong bilmasdan Jenniga Instagramda obuna bo'lgan, keyin esa obunasini tezda qaytarib olgan. 2022-yilda bu kuchayib maxfiy suratlar paydo bo'ldi. Big Hit esa bunga biz idollarning shaxsiy hayotiga aralashmaymiz deb javob berdi. Ammo oylar o'tgach YG to'satdan biz soxta ship qiluvchi rasmlarni chiqargan insonlarni sudga beramiz deb qoldi. 2023-yilda hammani shokka soladigan voqea yuz berdi. Parij ko'chalarida Jenni va Vik qo'lishlashib yurishibdi. Ko'pchilik jurnalistlar buni tasdiqlashgan, ammo 2023-yil dekabr oyida ular ajralishgan emish. Chunki Taxyong harbiy xizmatga ketdi. 25-yilga kelib yana mishmishlar tarqala boshladi. Sababi Vik qo'ygan postida bo'ynidagi zanjirda JV harflari yozilgandi. Bu esa juftliklarni taqadigan zanjirlaridir. Yana bir sababi ular bir xil odamlar bilan o'zaro aloqada. Nima deb o'ylaysiz, bu haqiqatmi yoki barchasi odamlarning uydirmasi? Video xolisona tayyorlandi. Hech qaysi idolni bir-biriga ship qilmoqchi emasman. Bundan da qiziqarli videolar uchun sahifamga obuna bo'ling.